Assalomu alaykum. Kitob o'qish munbiri avlodlar to'r betiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Diqqatingizda dangliq obzorchi, yozg'uchi Yalqin Ro'zining Uyg'urlarda ijodiyatning qimmati va ijodkorning qismati masalasi nomli maqolasi. Mazkur maqola İşçilar Vaqt geziti 1995-yili 4-ayning 1-kundagi sonida e'lon qilingan. Tavsiya. Bu maqolani so'qoqqonlik bilan o'qib chiqishingizni tavsiya qilamiz. Kasalni yoshirsang o'lim oshkora. Amdagi gap qandoq qilib bu illatlarning ustidan g'olib kelishdir. Men har kuni necha qitim o'tadigan yo'l ustida, ya'ni Abdunum rayonlik madaniyat nazoratining oldida menga bir tonish bovay kunda tegidek uchraydi. U bovayning mayli qish, mayli yoz bo'lsin, har kuni shu yerda achchiq mohorkisini qattiq sho'rg'inicha chiroyidan muz yog'dirib, o'mayganicha turgan. Bu bovay biz doim anglab turadigan mening ravobim, kun va tun, Toshvoy qatorliq mashhur musiqalarning ijodchisi. Zamonimizdagi eng mashhur kompozitorimiz Qurbon Ibrohim. Men 1,5 yilning oldida shu chayda bu g'alati bovay bilan birdam mo'ngdishib qoldim. Bu bovay menga o'zining Navram nomli musiqasi ustida fikr yurgizayotganligini aytdi. Bu bovay gapni bum ovozda qisqa, qo'pol ham tus qiladi ekan. Men so'z orliqida Qurbon aka, kunda mushu yerda turg'icha o'zingizning ko'ngli tortgan yerlarga berib turib kelsangiz bo'lmamdi, dedim. Bu bovay odati bo'yicha qo'pol javob berib, "Voy ukam, bu guyla mening musiqamni aparmagan yeri qolmadi, ammo meni Ulanbaydagi sanatoriyagami apirib birer oy dam oldirib qo'ymadi emasmi?" dedi. Shu kundan beri meni bizning ijodiyat bilan ijodkorga tutgan muomalamizdagi osmon zamin farq ko'p o'ylantirdi. Bizda ko'p hollarda ijodiyatning qimmati bilan ijodkorning qismati ta'tir tanasib bo'lib qoladi ekan. Ro'shanki, bu kishini ichindiradigan, g'azablantiradigan hodisa. Nima uchun bundoq g'alati hodisa bizda shuncha ko'p? Buning javobi intayin oddiy. Chunki biz nodon millat. Kesib aytishga bo'ladiki, Uyg'urlar 20-asrdagi eng nodon millat. Dunyoda bu jihatda bizni besib tushadigan boshqa millat yo'q. Biz o'zimizning bu xil holatini e'tirof qilmasak, pokit bizni mangdamda bir mat qiladi. Qarang, Fransiyalik mashhur O'rta Osiyo shunos, tarixchi Grasset 1930-yillar yozgan Yayloq imperiyalari nomli kitobida qadimki Uyg'urlar ustida to'xtalib, Uyg'urlar turk xalqlarini madaniyat davriga boshlab kirgan. Uyg'urlar boshqa turk, Mo'ng'ul xalqlari ichida eng ilg'or xalq bo'lib, Chingizxon davriga kelgandimi, ular yana tarbiyalaguvchilardan edi, deb yozgan. Afsuski, biz Uyg'urlar dal shu 30-yillari Uyg'ur degan millat nomimizni asliga keltirish harakatini va Mamtili apandining ma'rifat bayrog'i ostida oqartish ishini ilib beryotdik. O'rta asrda boshqalarga madaniyat ustozi bo'lgan bu millat bu kunga kelganda Uyg'ur degan nomini unutib, o'zining savodini chiqarishning halakchiligida qolgan edi. 1960-yillari Amerikadagi tadqiqotchi Denis Sinur ishki quruqliq Osiyo nomli asarni yozib, Uyg'urlarni Qo'ju Uyg'ur xalqi davrida ular Markaziy Yevropa, Osiyoda o'rta asrda bo'lib baxmagan turmush saviyasidan bahramand bo'lgan. Turk tilida so'zlashadigan musulmon bo'lmagan xalqlar ichida hech qaysisi Uyg'urlar yetgan madaniyat darajasiga yetib baxmagan deb yozgan bo'lsa, shu 60-yillarda
Biz Uyg'urlar o'zlarining bilimi, aqli, e'tiqodi, g'ururi barliq azimatlarini bir-birlab tutib, bo'lishig'a dumbalab, eshakdan battar xarq qilib, proletariatning po'lat mushtumining ta'mini tettivatadi. Hayot sirlarini biladigan barliq mutafakkurlar xuddi kutishib bilishgandek, inson uchun nodonlikdan, bilimsizlikdan cho'ng ofat bo'lmaydi deb aytishgan. Bizning bu tepsi tavrimaydigan abgoh millatimiz hamma haq o'z taqdiri ustida tushma-tushdan izdangan va davomliq izlanib atgan bu 20-asrda nodonlikdan iborat bu rahimsiz ofatning qora patqaqiga gadinigacha patgan holda yashab keldi va eylimi yashayotdi. Nodon millat nima ish qiladi? Nodon millat jahondagi eng ahmoqona, eng razil ishlarning hammasini qiladi. Keç-gündüz xalqning g'imini yeydigan azimat o'g'illarni xarlab, azoblab, tillab, sestib, ikki yuzlamachi makkar odamlarni ulug'lab, azizlab, mazar g'ojam qilib oladi. Haqiqatni o'lchaydigan tarozisining xatoligidan gumonlanib boqmaydi. Hamma narsaga anglab olg'ini bo'yicha yoki shaxsiy muddasi bo'yicha qarasiga hukm qiladi. To'g'ri, adil baho berishni asla bilmaydi. Seyit Nochidek ahmaq, munofiqsimon odamlarni 100 yillab seg'inib, ulug'lab, sho'lgaylarni iqitishib maqtashadi. Milliy qahramon deb ta'riflashadi. Seyit Nochi hayotida xalqning shildisiga mingan zolimlardan birarsini o'ldirganmi, biror ish tavratganmi deganlarni o'ylab boqmaydi. Acaba u Uchturpan hokimining taklifini qabul qilib, Uchturpan xalqining qenini sho'ravatgan bir zolimning yenida do'st bo'lib turishga ma'qul bo'ldi-ku. Shuningga ravob chelib berib, shuning ko'nglini ochdi-ku. Qashqar do'tiga aparsang sana amal beridi desa, amal tamasida mast bo'lib, o'lim xetini ko'tarib keldi-ku. Qashqar do'ti uni ahmaq qilib, seni o'ltiray desam qo'lim bormaydi, o'ltirmay desam xonning o'limga buyurgan xetini o'zing elib kelsan deb oldisa, xonning oldida yerga qarab qolma, ikkilanmay meni o'ltirgan deb o'zining begunoh o'limiga qo'llarcha rozimanlik bildirdi-ku. Yo'q, mening gunohim yo'q. Mening Xudo bergan yashash huquqim bor. Men sening xolisang o'ltirdigan, xolisang yoshdidigan kuchking emas deb o'z erkinligi uchun isyon ko'tarib cho'qon solmaydi-ku. Mushugu bizning milliy qahramonimiz, tillarda doston qiladigan nochimiz. Bu eng sodiq qul, eng itoatman munofiqmi yoki azizona Qashqardan chiqqan nochimi? Biz shundoq bir odamni oliy maktabning darsliklariga milliy qahramon deb kirgizib, hozirmi texi kopishib o'tyapmiz. Radio, televizorda uning sha'niga naqshi qo'shiq to'qiyapmiz. Hey, bizning nodonligimiz, aqlsizligimiz, bilimsizligimiz. Abduqodir Domollam Mamtili Tavfiqdek ulug' millatparvar zotlarimizning asarlarini kitob qilib nashr qilishni o'ylashmadi. Ammo bir parcha she'ri xalqning esida yo'q Alqam Axtamdek quruq qasidichi shoirlarning tug'ilgan kunini muboraklab to'n kiydirdik. Nizomiddin Husayindek imoni erkak qalamkashlarimizni to'pi besib qelivatsa pisand qilmadik. Uyg'ur kitobxonlarini adabiyotdan zeriktirishga alohida to'p qo'shgan, so'lchil adabiyotning bayroqdori bo'lmish Qiyim Turdidek yozuvchilarimizning Qizil tog' chiroqlari degan kitobini qayta nashr qilishning tarixiy ahamiyatini kasildab tushuntirib qayta nashr qildik. Ammo Abdushukur Muhammad Imindek ulug' olim Uyg'ur falsafa tarixi deb kitob yozib bersa, tiraj deb maktab so'qildatdik.
beriyotgan bahoyimiz muvofiqmi emasmi deb o'ylanmasdan soqilining oqliqiga qarabla Fuzuli va uning ijodiyat yo'li degan to'nishtirish maqolasidan boshqa bir parchami ilmiy asari yo'q Shukr Yalqunni Buloq jurnalida kamolatga yetgan adabiyot peshvosi deb hamoqatlarcha maqtadik. Ilmga ilmcha, odamga odamcha muomala qilishni bilmaydigan jurnalistlarimizning o'zlarini boshqalarni o'sal ahvolga tushirib qo'yadigan bu qilmishlaridan nomus qilmay maqtanishi turgan gap albatta. O'ylab baqsaq, sanab ketsak, bizda ijodiyatning qimmati bilan ijodkorlarning qismatining ta'tirligiga oid misollar samandek. Balkim marhum Abdushukur Muhammad Emin bu jihatdagi eng tipik misol bo'lishi mumkin. U shoirlarimiz ichida tunji bo'lib bizga maxsus ruboiylar to'plamini taqdim qilsa, biz hasad qilib, razillik bilan yaxshi ruboiydan odam umrida faqat bir necha yil yoza oladi deb fatvo chiqarib kam sundirdik. Qatlam nazariyasini o'tirg'a qo'ysa, ilmiy radiya berolmasdan bu nazariyani chet elliklar burunla o'tirg'a qo'ygan deb gap tarqatdik. Tarix, falsafa, estetika tadqiqoti va she'r, nasr ijodiyati bilan shug'ullanib, tom kitoblarni yozib bersa, xo'shal bo'lishning o'rniga bu odam hamma sohaga eslab olmay birla ishni qilsa bo'ladi deb ahmoqlarcha aql ko'rsatdi. O'yin tamoshini bir chetga qayrab qo'yib, millat uchun tadqiqot bilan shug'ullansa, odam bo'lgandan keyin to'y-to'ykunlarga bormisi bo'lamdi deb uni ayblab, o'zimizning kunni harom o'tkazayotganligimizni o'ylamay, hamoqatlarni kushkurtib, uni oldi keynidan haqoratlatkizdik. O'zimizning biror nashriyat yoki gazet jurnallarda tegib qolgan cho'mishning sepchilik huquqimizni uning olimligidan oliy bilib, bizga yelinmag'icha asarlarni yaqin yo'latmadik. Uningga hasad qilib, kech-kunduz puchilindigan avliyo azamlarning ko'nglini xo'sh qilib, shularning nazariga noil bo'lish uchun bu olimni qog'idak cho'qidik. Jamiyatda biror yomon gap so'z tarqalsa, darhol uni shu ishning egasi qildik. Uning qilgan yaxshi ishlarini bilib turib bilmasga, ko'rib turib ko'rmasga saldik. U o'g'lini o'ylamak bo'lib, o'yim-o'y kirib bog'a tarqatsa, biz orqadan o'ymi-o'y kirib, uning to'yiga bormanglar deb gap tarqatdik. Qon tükürib, qiynalib, asar yezib, matbuotlarga necha 10 qitimlab, qatirab, kitob chiqarib, ozg'ini qalam haqqiga erishsa, shuncha qalam haqqi elib turib, biror odamni chaqirib mehmon qilaymi demaydi deb harom tamoda ko'pib uni tilladi. U yozgan ilmiy asarlarni necha o'nimiz birlashsakmi yozolmaydiganligimizni bilib turib, yana uni so'kdik. Haqiqat ustida izdinish haqiqiy tadqiqotchining burchi deb maqola yozib, bizga xoniqa ishida saxovatchi bo'lib elib, murt to'plab ilm sohasiga nomus keltiradigan asarlarni yozib, olimlarimizga bosh bo'lib olgan bir ilm zo'migirining haqiqiy mohiyatini to'nib bersa, o'pirini aytmasdan bu odam o'zining ishini qilsa bo'ladi deb haqni so'zlagan odamni aybladi. Qaraganda haqiqat bu millatning zaiflashgan teniga reaksiya beradigan o'xshaydi. Munofiqni angushtari bilib yashab, odatlanib qolgan bir qism ziyolilarimiz oq qorni aralashtirib, bizni har ko'ylarga soladigan o'xshaydi. Abdushukur Muhammad Eminda haqiqatni to'niydigan o'tkir ko'z, aql bilan nodonni farqlantirib muomala qiladigan dit bor edi. Shunga u ming to'xuning taqlishi so'mruq kabi parvoz emas, cho'rqirab sayrashlari bulbul kabi ovoz emas deb g'azal yezib, qilmish atmishlarimizga miqada kulib qo'yadi. Bu baxtsiz, ammo ulug' olim oxiri aramizdan ketdi. Nurg'unlarimizning qalbini hasad o'tida ko'ydirgan.
Nurg'unlarimizning ko'nglini esil emgeklari bilan kuldirgan bu olim tuyuqsizla u dunyoga safar qildi. Xuddi bir qitim menga o'lim degan u shundaq nima? Azroil keladi. Avtobusga chiq deganda qilibla elib ketadi. Deganidek g'appada ketib qoldi. Shuni bilishimiz kerakki, Azroil uning qo'lidan tutib avtobusga tortib chiqquncha biz bar kuchimiz bilan uni avtobusga ittirdik. Dassigan yerini cho'q qilib, yegan ishini zahar qilib, ko'rgan kunini harom qilib, tug'ilg'anga to'ydirib, u dunyoga uzatdik. Biri tangdishi yo'q olimimiz o'lib ketsa, biz nima ish qildik? Her bayram kelsa, yüzlab she'r yozdigan shoirlarimizning birarsimi marsiya yozmadiq. Abdushukur Muhammad Eminning asarlarini seg'in qalini saqqandek seg'ib samirigan tadqiqotchilarimiz birar aslimi yozmadiq. Qichqoqning doğrusini yillab e'lon qilib hormaydigan radio, televizorlarimiz birar parchami xabar bermadiq. Bir odamning xizmat kenishkisi yutib ketsa, olaqanchilik yerga e'lon beradigan O'rimchikashlik gazeti barmoqchilik yerga kavak chalmis qatorida kichikgina bir xabar berib qo'ymadiq. Acaba bizda olim shuncha ko'pmi? E'tibori yo'qmi? Bir nozir o'lib ketsa, o'rniga men bor deb maydasiga mushlab chiqadigan odamdan ko'rmini chiqadi. Qani Abdushukur Muhammad Eminning olimlik o'rniga men tayyor deb o'ttirg'i chiqadigan biror azimat bormi? Shu holimizga ashu ulug' olimni nemancha haqoratlagan edik? Nemancha azoblagan edik? Bizdek azizlashga eng arziydigan odamini xorlaydigan nodon xalq boshqa joylardan tepilmasi kerak. Shu hikmat, shu sir esimizda bo'lsinki, Mansur Hallaji shoh mashrablar darg'a esilganda, Abduqodir Damulla, Tavfiq apandilar qon ichiga g'arq bo'lganda, hargizmi o'zlarining baxtsiz o'limidan o'kinib, pushaymon qilgan emas. Balki haqiqatni to'nib yetolmagan xalqning nodonligiga ichinishib hasrat chekkan. Palak biznimi aqlning burchida yoshitib boqar. Aqarni farq etishni o'rganib olarmiz. Bu baxtsiz olimimizning o'limi o'ziga xos ulug' ma'no bilan bizni aqlga undaydigan, nodonlikdan uyg'otadigan, qeyrindoshlarcha o'tishga dalolat qiladigan xosiyatlik qo'ldirma bo'lib qolsa ajab emas. Tamam. Mazkur maqola 1995-yil 4-oyning 1-kuni ishchilar vaqt gazetida e'lon qilingan. Mikrofon oldida Nuriya Rahman. 2026-yil iyun unga elinib tayyorlandi. Xayr xo'sh. Aman bo'laylik.